Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi eshik derazalarimiz uстановkalarini tugatib bo'ldik. Bu xonadonimizga jami bitta katta mehmonxonaga katta eshik, 2 qavat oyna shatlankalari bilan 2 dona deraza o'rnatib berdik. Shu ishlarimizni sizlarga qisqacha video obzorini qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Bu ishimizni Akifani originaldan Dukmokko degandan qilib berdik. Oynalari stekla paket 2 qavat, o'rtalariga mana shatlankalarni chiroyli qilib to'qib berdik. Eshikning qanotlari ham balkon qanotlar. Xudo xolasa mana choklari ham hamma yo'g'i chiroyli holatda. Zamovlari ham Akifani o'zini originaldan katta zamovlardan. Xudo xolasa hamma yo'g'i original materiallar ishlatildi. Bu ishimizni razmerlari eni 2 metr, bo'ylari 240. Derazalarga keladigan bo'lsak, bu xonamizga 2 dona deraza qo'yib berdik. Bu derazalarga mana 2 qavat oyna, stekla paket, pastiga mana podokonilarni ham chiroyli holatda joylashtirib berdik. Derazalarda ham profillari katta balkon profildan qilib bering dedi. Uy egasi katta balkon profildan qilib berdik. Xudo xolasa hamma yo'g'i chiroyli holatda. Bu derazalarimizning razmeri oldi tarafdan ko'rsatib o'tib ketaman. Derazaning razmerlarini bu mana navbatdagi derazamiz. Bu ko'cha tomonga qo'yib berdik. Buni ham oynalari 2 qavat, o'rtalariga shatlankalar to'qilgan. Podokonilarni ham chiroyli qilib joylab berdik. Hozir bu derazalarimizni tashqi tomonlarini ko'rsataman. Narxlari bilan tanishtirib o'taman. Mana birinchi derazamizning razmeri eni 1.70, bo'yi 1.80. Qadrli kuzatuvchilar, uy egasi shu holatda tayyorlab bitkizib bering dedi. Xuddi aytganidek qilib chiroyli qilib berdik. Mana o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi bu ishimiz ham. Profillari katta balkon profili qilindi derazalarga. Bemalol ko'rib baho berasizlar. Mana ishimiz joylarini ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hamma yo'g'i go'zal holatda. Mana bu navbatdagi derazamiz. Bu derazamizning eni 1.30, bo'yi 1.65. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa ishimizga ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Juda ham chiroyli holatda qilindi. Bu derazamizdan ochilishlari ham 2 qanot splashni ochiladi. Xuddi eshikni singari 2 ta qanot ochiladi. Bu ishimizga ham oynalari 2 qavat, stekla paket, o'rtalariga mana shatlanka qo'yilgan. Hozir ham bitta mehmonxonani eshik derazasi komplekt holatda bitkizildi. Bu derazamizning narxiga keladigan bo'lsak, shu bitishi 1.30 eni, bo'yi 1.65, ichki 45 lik podokonilari bilan katta balkon profilda 2.300.000 so'mga to'g'ri keldi. Bu derazamizning narxi eni 1.70, bo'yi 1.80. Bu ishimizning narxi 2.700.000 so'mga to'g'ri keldi. Balkon profillari, o'rtalari stekla paket, o'rtalarida shatlankalari bor. Hamma yo'q xudo xolasa juda ham chiroyli holatda. Bu eshigimizning narxiga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilarimiz, bu eshigimizning narxi 4 million so'mga to'g'ri keldi. 4 million so'mga eni 2 metr, bo'yi 240, katta balkon profillar bilan 2 qavat oyna, o'rtasiga mana shatlankalarni qo'yib, hamma yo'g'ini go'zal holatda qilib berdik. Lirovkalari ham xudo xolasa juda ham go'zal.
Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xohlasa, hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Doimo birgalikda davom etamiz degan umiddamiz. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bir donadan like bosishni unutmanglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.